Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga Pavlonia haqida oz-moz tushuncha berib o'tamiz. Pavlonia juda ham tez o'suvchi, teraklarni qatoriga kiradi. Ko'rib turganlaring, aprel oyida qalamchasi ekilgan. Buni asosan urug'idan chiqqandan ko'ra qalamchasidan chiqqani, ildizidan chiqqani juda ham tez rivojlanadi do'stlar. Mana ko'rib turganlaring 3 metrdan o'tib ketdi o'zi. 6 oy 7 oyda 3 metrdan o'tdi. Buni ham sortlari bor. F1 eng zo'ri shu F1 bo'ladi. Mana to'g'riga o'sadi bu. Juda ham tekis bo'lib o'sadi. 3 metr holatda mana. Buni qaranglar. Muyumga asosan buni mebellarga ko'proq ishlatilyapti. Narxlari ham yaxshi sotilyapti. Hozirgi kunda terakda yaxshi daromad bo'lmay qo'ydi. Shu Pavloniyadan eksanglar, terakda o'rnini bemalol bosadi va juda ham tez o'sadi. Ya'ni manzara uchun ham, salqin qilish uchun ham eksanglar bo'ladi albatta. Barglarni qaranglar, juda ham katta bo'ladi. Tez rivojlangan hisobiga tez salqin qiladi. Ko'rgan Andijon shahardagilar, ko'pincha Andijon shaharda ekilgan bu narsa. Hozirgi kunda ko'rsanglar, ajoyib salqin, juda ham zo'r manzara, ochiladi bu, gullaydi. Ko'rib turgan joylaringda 25 ming dona bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa ko'chatlarini yetkazib beramiz. Xarid qilmoqchi bo'lganlar 77 00 861 00 raqamlarga telefon qilsanglar, dastlabki xizmatlarimiz bor albatta. Holatlariga bittadan like bosib o'taverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.